kimyoviy element atomining 6-pog'onasida 6 ta elektron bo'lsa, elementning elektron konfiguratsiyasini ko'rsating. Variantlarni yozib oldik. Pog'onani ko'rsatadi bular va pog'onalar S pog'onachadan boshlanadi, keyin P pog'onachaga o'tadi. Shunaqa tartibda to'lishni boshlaydi. S pog'onachaga 2 ta elektron sig'adi, P pog'onachaga jami 6 ta elektron sig'adi. Endi birinchisini ko'ramiz. 6s2, 6p6. Bu ham 6-pog'ona, bu ham 6-pog'ona demak. 6s2 2 ta elektron, 6p6 6 ta elektron. 2 ga 6 8 ta elektron. Demak 6-pog'onada 8 ta elektron. Bizda 8 ta emas, 6-pog'onada 6 ta elektron bo'lsin degan. Bu to'g'ri kelmaydi. Endi buni ko'ramiz. 6s2 B varianti. 6-pog'onada 2 ta elektron. Bu 6-pog'ona emas. Demak, bu ham to'g'ri kelmaydi, chunki 6-pog'onada 6 ta elektron bo'lsin degan, bu yerda 2 ta elektron. To'g'ri kelmaydi. C javob. 6s2 2 ta elektron. Bu 6-pog'ona emas. Demak, 6-pog'onada 2 ta elektron, 6 ta emas. 6s2 6p4. Bu ham 6, bu ham 6-pog'ona. 6s2 2 ta elektron, 6p4 4 ta elektron. 2 ga 4 6 ta elektron. 6-pog'onada 6 ta elektron. To'g'ri keladi. To'g'ri javob D varianti.